Xuddi shu ovoz sizda ham shunday chiqadi. 4 dona KFC'ni puliga birlagan KFC tayyor bo'ladi uyda desam ishonasizmi? Tovuq filesini olib, o'zimizni tabimizga moslab kesib olamiz. Qalinligi shu ko'rinishda bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Pishishda ham sizni hech ham qiynamaydi. Uyingizdagi bor ziravorlarni barini qo'shib, tabingizga qarab tuzlab, yarim piyola suv quyib, 1 soatga marinovka bo'lishi uchun olib qo'yamiz. Shoshmang, 1 soat, demang 1 soat biz uni boshqa masalliqlarni tayyorlab olamiz. Qanchalik ko'p go'shtimiz marinovka bo'lsa, ta'mi shunchalar mazali bo'lib chiqadi. 1,5 piyola un va unga ham barcha uydagi ziravorlar va 1 dona tuxumni chaqib, 1,5 piyola to'la suvni quyib, xuddi shu ko'rinishdagi quyuqlikni hosil qilamiz. Uni bir chetga olib qo'yib, tovamizga yog'ni ko'pgina solib, yaxshilab qizdiramiz. Bu orada unni ham bir tovaga solib, birinchi tayyorlab olgan suyuq massamizga tovuq filelarimizni yaxshilab belab, so'ngra unimizga solib, bir res olamizda qizib turgan yog'imizga birin-ketin tashlab, tillarang holatga kelguncha qovurib olamiz. Qarabsizki, ko'chanikidan aslo qolishmaydigan birlagan KFC'miz tayyor bo'ldi. Ham mazali, ham hamyonbop bo'lgan KFC'miz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring va menga obuna bo'lishni unutmang. Sahifamda bundan-da qiziq va oson retseptlar bor.